Hammaga salom do'stlar. Bu videorolikda ham yana bir o'yin o'ynab pul topsa bo'ladigan saytni ko'rsatib bermoqchiman. Bu tronking.io Tronking sayti. Bu saytda Tron kriptovalyutasini topishingiz mumkin. Ishlab. Endi bunga o'xshash saytlar juda ko'p. Video tagida ссылка qoldiraman mana shu saytga va shunga o'xshash saytlarga ro'yxat o'tib yaxshigina daromad olishingiz mumkin. Signal bu ro'yxat o'tish, login bu kirish. Oldin profilingizga kirib olamiz. Menda уже profil bor. Ro'yxatga o'tish uchun faqat pochta kerak bo'ladi, boshqa hech narsa kerak bo'lmaydi. Shuning uchun agar savollar bo'lsa, video tagida yozib qoldirishingiz mumkin. Men mana profilimga kirib oldim. Endi bu yerda o'yin o'ynab pul topish uchun mana balansda pulingiz bor, masalan, menda pul bor. Bu bonuslardan yig'ilgan pul, ya'ni birinchi kirganingizda, saytdan ro'yxatga o'tganingizda sizga pochtani tasdiqlaganingizdan so'ng bonus beriladi. Shu bonusni olib, mana shu bonus orqali ham o'yin o'ynab pul topishingiz mumkin. Mana Days o'yini. O'yin o'ynab pul topishingiz mumkin, lekin juda kam ishlaysiz, chunki stavka kam, bonus ham juda kam. Agar ko'proq daromad olmoqchi bo'lsangiz, mana shu wallet belgisi bor, shunga bosib depozit kiritishingiz kerak bo'ladi. Mana adres, Tron adres. Depozit kiritib, kamroq keyin shu orqali yaxshigina daromad olishingiz mumkin. Withdraw degan joy orqali Tron adresini yozib, summani kiritib, pulni chiqarib olishingiz mumkin. Pulni chiqarish uchun agar hamyon bo'lmasa sizda, men video tagida ссылка qoldiraman. Ana shu ссылка orqali ro'yxatga o'tib, ya'ni Payerda hamyon ochib, Payerga pulingizni o'tkazib olishingiz mumkin, ishlagan pulingizni. Qo'shimcha daromad olish uchun mana bu yerda o'yin o'ynab pul topishni ko'rsatdim. Agar siz o'yin o'ynab pul topa olmayotgan bo'lsangiz, u faqat yutqizayotgan bo'lsangiz, siz birorta taktikani o'rganishingiz kerak bo'ladi. YouTube'da ba'zi bir videolarda qanday taktikada mana shunaqa o'yinlarda yutishni ko'rsatilgan. Masalan, qaysi taktikada qanday qilib yutish mumkin, bu mana shu algoritmdagi o'yinlarda siz shularni ko'rib, mana shu o'yinda qanday yutishni o'rganib, keyin o'ynab pul topishingiz mumkin. Bu yerda strategiyalarni ham qo'llasa bo'ladi yoki avtomatik rejim bosib qo'ysangiz o'zi o'ynalaveradi. Ba'zi bir insonlar esa shu o'zi o'ynalgich rejimga qo'yib, avtomatik rejimga qo'yib, oyiga $200-300 ham ishlayapti. Faqat bitta strategiya kerak buning uchun. Bitta strategiya qo'llash kerak. Endi bu yerda ko'proq daromad olmoqchi bo'lsangiz, affiliat degan joy orqali referral yig'ib pul topishingiz kerak bo'ladi. Referral silkani kopiya qilib, do'stlaringizga, yaqinlaringizga tarqatib yoki ijtimoiy tarmoqlarda birorta kanalingiz bo'lsa, kattaroq kanalda reklama qilib pul topishingiz mumkin. Endi yana nima bor? Bu yerda mana wallet degan joy, bu yerda ham bor. Shu orqali pul chiqarish, kiritish mumkin. Faucet degan joyi bor. Bu yerda har bir soatda galochkani terib bonus olishingiz mumkin. Buning uchun menga yana 45 daqiqa qolibdi. Har bir soatda beradi. Men hozirgina olganim uchun endi yana 45 daqiqadan keyin olishim mumkin. Do'stlar, video mana shu sayt haqida savollar bo'lsa, video tagida yozib qoldirishingiz mumkin. Men albatta iloji boricha javob berishga harakat qilaman. Video shundan iborat edi. Video sizga foydasi tekkan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling. Hammaga omad, xayr, sog' bo'linglar.